Uncha-muncha o'zi uchun yuqori o'tganlar ham bunaqa baquvvat yuqori olmayapti hozir paytda akalar. Sergeli tumaniga kelganmiz, Xonobod Beruniy mahalladan 3.2 xonalik katta uchastkani prosta mehnati, rasxodlarini puliga berib yuboramiz deyapti, qaranglar. 120 ming dollar so'rashyapti, yer narxini o'zi 20 ming, 25 ming bo'lib turgan mahalla qurilishiga ham bir 60 ming, 70 ming qilib qo'yilgan. 120 ming, qaranglar, yerini o'zi 60 mingdan oshyapti. Mehnatiga 100% yutib ketadigan variant, ya'ni qurilishi vasha sifatli okalar. Kirib kelishdan boshlab qisqacha obzorni ko'ramiz. Darvozaxonaga mashina olib kirib qo'ysanglar bo'ladi. Yaxshi eshiklar qo'yilgan, stoykalarni qaranglar, qalin stoykalar qo'yilgan. Agorota bor hovlisida uy polностью qora suvoqdan chiqarilgan bo'ladi. Devorlarni ham qaranglar, moshina qilib tunkalar yopilgan. Uy oldidan podvolga tushish yo'li bor. Birinchi qavat. Keyin koridor bilan boshdan o'tdi. Birinchi qavatda 4 ta xona joylashgan. Razmeri ko'ringlar. 20-25 kishilik zallar. Ikkinchi qavatga polностью plitalar tashalgan. Lekin har qatdan olgan odam 100% yutadi. Devorni mana ko'rasizlar, 1,5 g'isht devor. Oshxona, bu tarafda sanuzul xona, bu tarafda bo'lsa, bitta spalni ichida отдельный sanuzul xonasi bor. Ya'ni shu uchun bino orqasida ham tupik ko'cha bor ekan. Mana zinadan chiqishimizga katta romlar qoldirilgan. Ikkinchi qavatimizda ham xuddi shunaqa variant. Katta koridordan kirib boramiz. Детский xona ichida sanuzul xonasi отдельный. Yonida ota-onalar yotoqxonasi, bu xonada ham spalni bor ekan. Zal yonida bo'lsa, yana bitta spalni joylashgan. Mash koridoridan ham bemalol foydalansanglar bo'ladi, okalar. Qurilishiga 100% javob olgan odam maza qiladi. Bu tarafda balkon joylashgan, orientir Nomdaniya mahalla bu tarafda ko'rasizlar, hammasi yangi uchastkalar, kottejning koridor qurilyapti. O'ng tarafda Xonobod Beruniy ko'cha bo'ladi. 120 ming dollar qo'yishgan kelishadigan joy.